Assalomu alaykum, qadrli muxlislar, xush kelibsizlar. Men bu konsertda shu orqa tomondan gul ko'tarib sahnaga chiqib kelish huquqim bor. Sababi Abdulla akam bilan biz yoshlikdan birga katta bo'lganmiz. Bir insonni tarbiyasida bo'lganmiz. Shuning uchun ham men o'ylaymanki, biz xuddi bir ota-onani farzandidek qadrdonmiz. Bu kishining yutuqlari meni yutuqlarim, xursand bo'laman. Meni yutuqlarim bu kishining yutuqlari. Doim bir-birimizni yutuqlarimizni ko'rganda xursand bo'lib, chehramiz ochiq, bir-birimizga qayerda ko'rsak hurmat bilan munosabatda bo'lamiz. Bugun mana shu yutuqlaringiz bilan chin qalbimdan tabriklayman aka. Siz bugun shu zallarni to'ldirib, muxlislarni o'tirishiga arziydigan yaxshi insonsiz, yaxshi san'atkorsiz. Ko'z tegmasin. Bir olqishlab qo'yishinglarni iltimos qilardim. Abdulla Ubaydullayev